4. bab. Mordekay bu ishlardan xabar topgandan keyin intayin qayg'urib, kiyimlarini yirtib, chigi raqtga yo'ginib, beshiga kul chechib, Suza qalasini aylanib yurib, nahayt qattiq ahu faryod ko'tirdi. U orda darvozasiga kelib to'xtab qoldi. Chunki belgilama bo'yicha chigi raqtga yo'gangan kishilar ordaga kirgizilmadi. Podshoning farmoni qaysi o'lkaga yetib kelsa, u yerdagi yahudilar qayg'urib, noli faryod urishdi. Ular ro'za tutib, ko'z yeshi qilib, g'ozi tutishdi. Nurg'un kishilar chigi raqqa yo'ginib, kulga milinib yetishdi. Astirning xizmatini qiladigan kinizaklar bilan haram og'lari Mordekay haqida Astirga xabar yetkazganda, u intayin bearam bo'lib, Mordekayga kiyim-kechaklarni avatib, uning matoni tashlab etishini talab qildi. Lekin Mordekay qabul qilmadi. Astirning xizmatiga tayinlangan podshohning Hatak ismli bir haram og'isi bor edi. Astir uni chaqirtib, Mordekayning yeniga berib, zodi nemi ishning uni qiynavatganligini va nemishqa undaq bo'lganligini bilib kelishiga avatdi. Shuning bilan Hatak orda darvozasi oldidagi maydonda Mordekay bilan ko'rishdi. Mordekay yuzbagan ishlarni uningga bir-birlab aytib berdi. Shundaqla Hamanning Yahudilarni yo'qotish uchun davlat g'aznasiga qanchalik pul iona qilishni va'da qilganligini dedi. Mordekay uningga yana Suzada e'lon qilingan Yahudilarni yo'qotish to'g'risidagi farmonidan bir nusxa berdi. Mordekay uning bu farmonni Astirga topshirib berishini hamda Astirga ahvolni tushuntirib, uning podshohga yelinib, o'z xalqining bir qo'shiq qinini tilishini talab qildi. Hatak qaytib, Mordekayning talabini Astirga yetkazdi. Astir, Mordekayga buni gaplarni yetkaz, deb Hatakni yana avatdi. Podshoh ordusida xizmat qilayotganlar va podshohning qo'l ostidagi xalqlari shuni biladiki, yoki ayol bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi bir kishi chaqirilmay ichkiriki hoyliga podshohning huzuriga kirsa, qonun bo'yicha o'ldirildi. Faqat podshoh uningga qo'lidagi oltin saltanat hosisini uzatib qolsa, u tirik qoladi. Meni bo'lsa, podshoh chaqirmag'ili bir oy bo'ldi. Astirning bu gaplari Mordekayga yetkazildi. Mordekay Astirga mundaq javob avatdi. Yahudilarning hammasi o'ldirildigan yerda sen hargizmi ordada yashiqanligim uchun omon qolaman deb o'ylamagan. Agar mushu vaqtda sen sukut qilsang, Yahudilarga boshqa joydan yordam keladi. Ular qutulib qoladi. Lekin sen butun jamoating bilan qo'shilib o'lasan. Kim biladi? Balkim sen mushu vaqtlar uchun xonishlik martabasiga erishgandirsan. Astir keyin Mordekayga bundaq javob qaytardi. Siz berib Suza qalasidagi barliq Yahudilarni yig'ing. Sizlar men uchun ro'za tutinglar. 3 kecha kunduz hech narsa yemanglar, hech narsa ichmanglar. Menmu kinizaklarim bilan shunda qilaman. Ondan men qonunga xilof bo'lsa-mu, podshohning oldiga kiraman. Buning uchun o'lsam-mu, mayli. Shunda qilib Mordekay ketdi va Astirning topilig'ini dak qildi.